O'tgan yilda mamlakatimiz iqtisodiyoti yuqori sur'atlarda, ya'ni 7,7% ga o'sdi. Yalpi ichki mahsulot hajmi esa 147 milliard dollardan oshdi. Yakunlangan haftada Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda mazkur ko'rsatkichlarni yanada oshirish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlagandek, iqtisodiy o'sish qanchalik barqaror bo'lsa, infratuzilmani rivojlantirishga shunchalik ko'proq mablag' yo'naltirish mumkin bo'ladi. Buning pirovardida bandlikni ta'minlash, daromadlarni oshirish va aholi turmush farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Birgina raqamlarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'tgan 2025-yilda mamlakatimizdagi 366 ming oila kambag'allikdan chiqqan. Aynan mazkur chora-tadbirlar natijasida kambag'allik darajasi 8,9% dan 5,8% ga tushgan. Ishsizlik darajasi esa 5,5% dan 4,8% ga tushgan. Bu albatta islohotlarning amaldagi natijasi desam adashmagan bo'laman. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ana shu ishlarni tizimli yo'lga qo'yish maqsadida mutasaddilar oldiga qator vazifalarni qo'ydi. Prezidentimiz joriy yil uchun 1 million nafar aholini doimiy ish bilan ta'minlash, 181 ming oilani kambag'allikdan chiqarish, kambag'allikdan xoli mahallalarning sonini 2,5 barobar oshirib 3,5 mingtaga yetkazish, ishsizlik va kambag'allik darajasini 4,5% ga tushirish vazifalarini belgilab berdi. Dekabrda aholi va tadbirkorlar muammosini o'rganib, yechim topish uchun tumanlarga odam chiqardim. Ishchi guruhlar infratuzilma, turmush darajasi, biznes faollik, moliyaviy imkoniyatlar kabi 20 ta mezon asosida 37 og'ir tumanni aniqladi. Bundan tashqari har bir tumanni tahlil qilib, kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan 903 ta og'ir mahalla tanlab olindi. Yana 33 ta tuman va 330 ta og'ir mahallaga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish ishlarini boshlab o'tgan yili qaror qabul qilganmiz. Asosiy kuchni 70 ta tuman va 1000 ta og'ir mahallaga yo'naltirsak, kambag'allik darajasini 3% dan pasaytirishga erishimiz mumkin O'zbekiston sharoitida. Avvalo, bunday hududlarni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash zarur hisoblanadi. Ushbu xaritada og'ir tumanlar tasvirlangan. Og'ir tumanlar 20 ta mezon asosida 37 ta og'ir tumanlar aniqlandi. Asosiy kuchni mana shu 70 ta tuman va 1000 ta og'ir mahallaga qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonda kambag'allik darajasini 3% dan pastga tushirishimiz mumkin. Ya'ni buni qanday amalga oshiramiz deydigan bo'lsak, buning uchun moliyaviy resurslar beriladi. Ya'ni mahallaga dagi yo'l, suv va elektr ta'minotini yaxshilash, odamlar uchun infratuzilma qilib berish uchun viloyatlarga 20 trillion so'm mablag' ajratildi. Bu mablag'ni 12 trillion so'mi ana shu og'ir mahallalarga yo'naltiriladigan bo'ldi. Shuningdek, yana bir katta imkoniyat bo'ldi. Bu yerda respublikadagidan mahalliy byudjetga qaytadigan mablag'lar ham 2 karra oshiriladigan bo'ladi. Bu o'sha mahalliy hokimliklarga mavjud muammolarni yechishga moddiy resurs, infratuzilmani yaxshilash orqali odamlar hayotini yaxshilashga moddiy resurs bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, davlatimiz rahbari aytdiki, endi o'zaro bog'langan 10-15 ta mahallani da bitta sanoat zonalari tashkil qilinadi va o'sha sanoat zonalarida yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, hokimlar mahalla yettiligi bilan birgalikda suv ta'minotini yaxshilab, urug' ko'chat bilan ta'minlab ixtisoslashuvni tizimli yo'lga qo'ysa, aholi daromadi va turmush sharoitida keskin o'zgarish qilishi mumkin bo'ladi. Ana shu sabab ham davlatimiz rahbari endi mahallalarda ixtisoslashuvni rag'batlantirish maqsadida qo'shimcha moliyaviy mexanizmlar joriy etilishini e'lon qildi. Xususan, tomorqa yer egalari va dehqon xo'jaliklariga sertifikati bor ko'chatlarni sotib olish xarajatining yarmini byudjetdan qoplab beramiz. Mevani turiga qarab shpalerlari uchun 20 ming so'mdan 70 ming so'mgacha alohida subsidiya ajratamiz. Tomorqaga tomchilatib sug'orish joriy qilganlarga har sotiq uchun 160 ming so'mdan kompensatsiya davlat to'lab beradi. Agar ushsa dehqonlar mahalladagi har 10 ta xonadonda eksportbop mahsulot yetishtirishni yo'lga qo'ysa 2 million so'm. Agar buni tomorqa bor xonadonlarning kamida 30% da amalga oshirsa, qo'shimcha ravishda 75 million so'mdan mukofot oladi. Xabaringiz bor, 2024-yil oktyabr oyida muhtaram yurtboshimiz tomonidan mahallalarni ixtisoslashuv bo'yicha aniq yo'nalish belgilab berilgan va bunga ko'ra
har yili mahallaviy ixtisoslashuvni kamida 10% ga oshirib borish vazifasi qo'yilgan. Iqtisodiy tadqiqotlar islohotlar markazi tahlillariga ko'ra mahallaviy ixtisoslashuv tahlil qilib ko'rindi va bularga asosan mahallaning 36% chuqur ixtisoslashuv, 46% o'rta ixtisoslashuv va 18% bu past ixtisoslashuv belgilandi. O'rta ixtisoslashuv, past ixtisoslashuv yoki chuqur ixtisoslashuv farqi nimada? Agar tahlillarga qaraydigan bo'lsak, agar mahallada yashaydigan uy xo'jaliklarining 50% dan ortig'i bir yo'nalishga ixtisoslashsa, bu chuqur. 30 dan 50% gacha bo'lsa, bu o'rta, 30% dan past bo'lsa, bu past ixtisoslashuv yuritiladi. Kuni kecha muhtaram yurtboshimiz tomonidan mahallaning ixtisoslashuv bo'yicha yangi rag'batlantirish moliyaviy yo'nalishlar belgilab berildi va bu moliyaviy yo'nalishlar asosan o'sha tomorqa bilan shug'ullanish yoki ko'chatga beriladigan subsidiyalar, bularning barchasi joriy yilda mahallalar ixtisoslashuv yanada chuqurlashishiga, yurtimiz rahbari tomonidan qo'yilgan vazifalarning ortiq bilan bajarilishiga, eng muhimi aholi farovonligini oshishiga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aholi bandligi, daromadlari, tadbirkorlik faolligi, ijtimoiy himoya kabi dolzarb masalalar aynan mahalla darajasida o'z yechimini topmoqda. Albatta, bunday salmoqli natijalarga iqtisodiy islohotlarni mahallaviy yondashuv asosida amalga oshirishi o'rni juda ham muhim. Oxirgi yillarda mamlakatimizda mahalla instituti eng quyi va boshqaruvning eng muhim bo'g'ini sifatida qaralmoqda. Ko'pgina muammolar, o'sha masalan olib qaraydigan bo'lsak, aholi bandligi, kambag'allikdan chiqarish masalalari, ijtimoiy himoya masalalari, tadbirkorlik faolligi masalalari aynan mahalla darajasida o'z yechimini topmoqda. Bugungi kunda iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan mahalla darajasidagi tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilgan. Mahalla yettiligi, hokim yordamchilari faoliyati bo'yicha biz ko'pgina tadqiqotlar o'tkazamiz, so'rovnomalar o'tkazamiz. Mana oxirgi o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, hokim yordamchilarining fikricha, mahalla yettiligi tashkil etilgandan so'ng mahallalarda aholi muammolarini hal qilish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish jarayonlari sezilarli darajada osonlashgan. Bu fikrni qariyb 90% hokim yordamchilari bildirgan. Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan bu islohotlar jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, aholining turmush darajasini oshirish va kelajakka bo'lgan ishonchni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. 2026-yil uchun belgilangan marralar ham mas'ullarning o'z ishiga yanada e'tiborliroq bo'lib, xalqqa yanada yaqinlashgan holda mavjud muammolarni joyida bartaraf etishga undaydi aslida. Maqsadlarning zamirida esa mamlakatimizda yashayotgan har bir inson qadrini ulug'lashdek yuksak g'oya mujassamdir. Umida Olim va Asilbek Olimov, Dilshod Soatov, Hudud informatsion dasturi uchun.